50 yoshi birga bormasligidan zerikdingizmi? Sizga Centrum Holdings kompaniyasini topib qo'yganman. Aniq turli litsenziyaga ega 50 yoshi birga borib birga kelishar ekan. Eng qizig'i sumka berishar ekan, kamsil berishar ekan, beji berishar ekan. 50 yoshni o'zini gruppasi bor ekan. Sizga qanaqasi kerak? Ota-onangiz Telegram gruppasida ko'rib tursangiz, kunda rasmlar tushib tursa, Centrum Holdings kompaniyasi to'liq qilib sistemalashgan holatda sizni umra ziyoratiga bugungi mavsumga tayyor bo'lib video qilishga chaqirishdi. Assalomu alaykum qoraga, omonmisiz? Qoraga qo'lingizni qo'yib olmagan holatda sizdan bittadan so'rab qolaman. Bugungi videomizda yurtdoshlarimiz uchun hozir kommentariyada yozishyapti. Rostini gapirdim. O'shuncha faqat rostini gapiraylik. Xudo xolasa faqat rosti bo'ladi. Inshaalloh. Shu videoga befarq bo'lmaysiz degan umiddaman. Videoni ko'rmasdan oxirigacha ko'rsangiz, narxlar keskin tushganini e'lon ham qilamiz. Xudo xolasa, yana bitta narsa, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib keting. Kim bilan bormoqsiz, qachon borgansiz, hammasini yozib ketsangiz, Xudo xolasa, tez kunda umra ziyoratiga borish uchun biz sababkor bo'lishimiz mumkin. Qoraga bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, xo'p, nechta viloyatdan reyslarimiz bor hozirgi paytda? 6 ta viloyatdan reyslarimiz bor. Bular Toshkent shahri, Samarqand viloyati, Termiz. Termizdan ham bor. Termizdan ham bor hozirgi paytda. Qoraga Jiddaga uchyapti, Madina Munavvaraga uchyaptimi? Asosiy Jiddaga. Asosiy Jiddaga. Madina Munavvaraga uchaman deganlarga ham qilib beramiz. Qilib beramiz. Xudo xolasa, qoraga videoda faqat tezroq olmoqchiman, yurtdoshlarimiz kuttirmagan holatda yurtdoshlarimiz ba'zan videoda ko'rib, ba'zan kommentariy yozishyapti. O'shani kuttirmaylik. Xo'p, Madina Munavvarada necha yuz metr oldida sezamiz? Madina Munavvarada 200-250 metr oralig'ida markaziyada joylashgan 4 yulduzli mehmonxona. 4 yulduzli mehmonxona. Xo'p, necha mahal milliy taomlarni yoki turetskiymi? Yo'q, o'zbek milliy taomlari 2 mahal beriladi. Tushlik va kechqurun. Tushlik va kechqurun beriladi. Xo'p, nechta sayohatlari bor Madina Munavvarada? Madina Munavvarada 5 ga yaqin ziyoratgohlarga olib kelishadi. Bularning ichida Xurmo bog'ida ziyofat, keyin Qur'on bosmaxonasiga, Qur'on zavodiga. Bu qolgan sayohatdan esa bu qo'shimchalari bular. Xo'p, qoraga eng dolzarb bo'lgan muammolardan, gaplardan bittasi Ravza Munavvaraga kirolmadik. Yo'q, qasd turib borganlar, nima juda ko'p boshqa reklamalardan ko'raman, kirolmadik, senlar menga va'da beruvding, falon bo'ladi, bugun bo'ladi. Ravza Munavvaraga olib kirish bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Ravza Munavvaraga Xudo xohlasa samolyot uchayotganda biz a'dan ochilib olishni boshlaymiz, o'zimizni ketayotgan gruppalardan. Ha, shunaqa. O'zimiz gruppalarga Xudo xolasa bizni mana shu nomerlarga aloqaga chiqqanlarga oldindan olish boshlanadi. Shunaqa. Xudo xolasa. Endi qoraka Makka Mukarramaga o'tadigan bo'lsa, Makka Mukarramada necha kilometr oraliqdagi necha sayohatimiz bor, necha mahal taomlarimiz bor? Xo'p, Makka Mukarramada mehmonxonamiz 1,5-2 kilometr oralig'ida. Avtobusda borishsa bir 5-10 daqiqa oralig'ida. 5-10 daqiqa oralig'ida bo'ladi, Xudo xolasa. Agar piyoda boramiz deysa, 900 metr ko'rsatgan haram hududigacha 10 daqiqada bemalol piyoda kirib chiqsa bo'ladi. Hozir qaraka, endi Makka Mukarramadagi necha mahal taomlari, qanaqa taomlar? Milliymi yo shvedskiy yo turetskiy taomlar bo'ladi? Yo'q. Makkada ham Xudo xohlasa o'zbek milliy taomlari, o'zimizning oshpazlar. Hatto bir arabda yoki hindda ishlatganimiz yo'q. O'zimizdan jo'natib, o'zimizning oshpazlar pishiryapti. O'zimizning oshpazlar pishiryapti. Qatlarga sayohatlarimiz bor yana. Xo'p. Makkada bir 9 ga yaqin ziyoratgohlarga olib kelishadi, Xudo xohlasa. Hozir Qizil dengiz bormi? Qizil dengiz umra qilib bo'lishgandan keyin bitta kunda rejalashtirib 50 boshi bilan alohida olib kelishadi Qizil dengizda bir kun. Qizil dengiz Xudo xolasa bo'ladi. Bo'ladi. Siz umra safariga borganingizda Qizil dengizga borganmisiz, yo'qmi? Kim bormagan bo'lsa kommentariyaga yozib ketishingizni iltimos qilaman, chunki biz ham umra ziyoratini to'xtamasdan videoga olyapmiz-da. Bizga bo'lgan alhamdulillah negativ fikrlar hali bo'lgan yo'q. Siz bilan video olayotganimizdan beri nechta odam bo'layotganingizni men bilmayman. Nechta odam yotgan bo'lsa hali negativ, hali birorta yozgan yo'q. Inshaalloh qaysi tur filmdan borgansiz, sizga qanaqa va'dalar berishmagan, shuni kommentariyada yozib ketishingizni iltimos qilaman. Qoraga eng asosiy joyga keldik. Shuncha gapni masalada amali pul bilan. Shunaqa. Bizda nech pul? Xo'p, Toshkent shahridan $1050, viloyatlarimizdan $1100. Viloyatlarimizdan $1100dan, Xudo xolasa. Agar buncha kam qanaqadir ko'paysa 5-6 kishi oilaviy ketadigan bo'lsa, bari oilaviy arzon bo'lgani yaxshi-da. Shunaqa qancha ko'p
ko'paygan sari xudo xohlasa chegirmalarimiz bo'ladi. Agarda mana sizga yana nima qilyapman, 15 kishi bo'lishsa, 16-kishini 50 ham emas, mayli 60% chegirmada. 60% chegirmada qilib beramiz. Ha. Do'stlar, xudo xolasa, inshaalloh bu videoga befarq bo'lmang. Ko'proq insonlarga yozib qo'ying. Siz jo'natgan insonlar biz agar o'zlaringizga jo'natadigan bo'lib qolsa, siz orqali ketgan bo'lsa, qanaqadir savoblar inshaalloh sizga tegib qolishi mumkin. Manimcha Oxir aka yozib turib, bitta aytdikda Tojikistondan ko'rishadi bizni. Qirg'izistondan, Rossiyadan, Amerikadan juda ko'p davlatlardan biz kuzatishgan. Oxir aka, men o'tgan mavsumda ham bilganman bu narsani, bu mavsum ham bilyapman. Hop. Qanaqa qilib sizga aloqaga chiqish mumkin? Xo'p, ijtimoiy tarmoqda hamma tarmoqlarimiz mavjud. Ulardan WhatsApp, Telegram, Rossiyaga asosiy Max yaqinda ochdik. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqishaveradi. Bemalol aloqaga chiqish. 24 soat onlayn. Xohlasa do'stlar, bu videoga befarq bo'lmaysiz degan umiddaman. Inshaalloh buni tezroq yaqinlarga jo'natib yuboringlar. Like, kommentariya, bizga obuna bo'lishingizdan chiqarmang. Kunda-kun yangi videolar chiqib turishda davom etadi inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qora aka, rahmat sizga ham.